inobatga olib, erkaklarimiz uchun alohida filial qilib yaratdik. Yana bir shu o'rinda aytib ketaman, mana yillar davomida oilaviy davolab kelaman. Mijozlarimiz oilaviy kelib davolanishadi. Turmush o'rtoqlari bilan, borinki aka-ukalar bilan kelishadi. Bizning o'zbek ayollarimiz ozgina qizg'anchiqroq. Shuni ham hisobga oldik. Hammasi bir joyda bo'lmasdan shu maqsadda erkaklarimiz uchun alohida qildik. Davolanish muolajalarini mutaxassislar olib boradi. Faqat erkaklar bo'ladi. Buni ham inobatga olishimiz kerak. Albatta bizani kuzatib boringlar. Juda ham qiziq jarayonlar oldinda. Hozir ish juda ham qizg'in ketyapti. Shu o'rinda aytib o'tmoqchiman. 30-dekabrgacha e'lon qilingan 40% chegirmada davolanish kurslarimizni sotib olish uchun hozirgi kunda ofisimiz ishlab turibdi.